Mana do'stlar ketdik. Birgalikda Koreyani gipermarketni obzor qilamiz. Hozir holva tayyorlagan narsa qidiryapman, ya'ni un, shakar. Suv uyimda bor. Mana savatcha. Koreyada mana gipermarketda mana kosmetikalari ham bor. Uzoqqa borib yurish shart emas. Lekin ishlasizlarmi, bu yerda biror marta hech narsa olganim yo'q. Na betga penka, na oddiygina quyoshga qarshi krem ham betolmayman men. Nimagadir bilmayman. Xo'p, mana bu yerda oziq-ovqat. Ikkinchi tashi, uchinchi tashda bo'lsa texnikalar. Ya'ni texnikalar ham bor aytmoqchi. Soda, shunaqa. Bu yemaydigan narsa tepada bo'ladi, xullas. Gap qisqasi. Yeydiganlar faqat mana ikkinchi tashda. Koreyada mevalar o'ta qimmat. Bemasal nimagadir men nazarimda. Bilmayman. Koreyada men ChatGPTga soldim. Haligi soldim deyman, yozdim. Men ChatGPTga yozdim. Yozsam aytadi, o'g'itlar soladi bular ham deb chiqardi-da endi. Endi baribir ham mazasi, ta'mi yo'q. Qanaqadir. Bu yerda eng arzon narsa Koreyada banan. Eng arzon narsa bu. Shu. Studentlar uchun. Hozir bizga nima kerak edi? Endi ketdik. Un olamiz. Nima yerda polni yeydigan narsa mana hali ramyonni xili. Mana shu polni, mana shu polni hammasi ramyon. Golden. Ketdik. Milkaro. Men birinchi shakar olay. Xo'p, shakar. Oq shakar deyapman. Bitta. Xo'sh. Qaranglar, bu yerda shakarni xili ham bor. Xohlaganingizni olasiz. Xo'p, endi aniq bitiramiz. 저기요. 이거 밀가루 어디 있어요? 밀가루. 밀가루 여기 앞이요. 아니. orqada degan ko'ryapman. Xo'p, endi bizga normal un kerak. 여기 청포도 여기도 있네. 그러니까. Guacha kuki. Mana shunga mana uni olyapman. Mana ketdik. Xo'p, undan bo'ldi. Endi nima olamiz? Qani ko'ramiz, nimalar bor ekan. Koreyada dengiz mahsulotlari o'ta ko'p. 한 마리가 남았어. Trigenian topsiz bo'ladi. qarayman. Eng yaxshi yaramas sushi. Koreyada mana go'shtlar sotilayotgan yerda cho'chqa go'shti ham sotiladi-da. Mana qaranglar, farqi bo'ladi. Mol go'shti bilan cho'chqa go'shti. Hozir ko'rsataman. Mana mol go'shti.
Mol go'shti. Quando sei finita quella sera sempre mi namuksa. Mana bu cho'chqa go'shti. Buyur sapchiga buyur. Rangi qaranglar. Ochiqroq bo'ladi cho'chqa go'shti. Shunda farq bo'lsalar bo'ladi. Va o'zi yozib qo'ygan bo'ladi-yu, mana mada ham kattaroq bor ekan. Mana. Rang ko'rsanglar och. Shunaqa. Men boshida kelib hayron bo'lganman-da. Chunki cho'chqa go'shti, mol go'shti ehtiyot bo'l deyishganda. Cho'chqa go'shti ehtiyot bo'l deb aytishgan. Ashunda farqi bo'lsa kerak deb anaqa qilganman. O'zim uchun gapirdim. Rostdan farqi bor ekan. 이제 안 먹는데 하지 말래? 나는 옛날에 얼마 있는데 좋아. Hop, endi nima olsam ekan? Aytmoqchi. Non olishim kerak. Buxanka. Qo'shib yegani. Mana ketdik. 아니 저 가자 농담이지. Ishlasizlar, men mana kirsam taxminan 20 mingcha ketib qoladi. Har doim. Uni olgisi keladi, buni olgisi keladi. Shundan keyin bunday qarasangiz yana narsa olgisi keladi-da. Aylanib yuraverasiz. Xo'p, menga endi nima kerak? Aytmoq, non deydi. Non topamiz, qani ketdik. Bitta voqea aytib berayin. Koreyaga men boshlaganimda oldimda bitta kichkina marketga kiruvdim-da. Shu paytda non bering deb ko'rsatganmanda, ya'ni pang chusayo deganmanda. Ya'ni buni ikkinchi ma'nosi ham bor. Pang degan ma'noda, ya'ni xona degan ma'nosi ham bor. Keyin sotuvchi qarab menga bunday g'alati qaragani, keyin give me bread deb nonni rasm ko'rsatganman. Shu payt degan. Uni pang emas, pang deb qattiq aytishing kerak deganda. Shunda kulib yuborganman. Koreyada buni har bir so'zni anaqasiga e'tibor berish kerak ekanda, talaffuziga ham. So'z deb yodlab qo'ymash kerak ekan demoqchiman bu gapim bilan. Ma'nosini ham, aytilishini ham anaqa qilib, haligi e'tibor berib o'tash kerak ekan. Xullas mana men olgan narsalar. Va endi uyga ketdik, uyga yo'l oldik. Let's go home. Part 2 ham chiqadi, ya'ni o'smalar deyapman. Halvat tariqani pishirishni ko'rsataman. Oradan anchadan keyin o'zim xavotir qilyapman. Videoni men shu yerda yakunlayman. Bye bye. See you.